Cuma mübarek deyishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Juma kunida juma muborak deyish yoki shuningga o'xshagan duolarni qilish va tabriklash bid'atmi? Ba'zilar buni bid'at deb ayblayotidi. Tushuncha bersangiz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Ulug' juma kuni musulmonlar uchun haftalik hayit kuni bo'lganligi va u kunda duo ijobat bo'ladigan bir soat borligi jihatdan u kunda tabriklashni sunnat yoki dinda alohida buyurilgan ish davolmasdan yaxshi tilaklarda bo'lish va tabriklash yuzidan juma muborak yoki juma kuningiz barakatli bo'lg'ay yoki Alloh qabul qilg'ay degandek iboralar bilan qarindishini tabriklasa yoki duo qilsa, buning cheklanadigan yoki bid'at bo'ladigan tarbi yo'q. Chunki bu chiroyli so'zlash va duo qilish odatidir. Har holda bu o'zaro datalash qilib ketgudak yoki ayblab ko'ngil og'riqqudak masala emas. Buni texmi atrofli izohlash uchun tuvandagi bir qancha nuqtada tafsilroq to'xtalishga to'g'ri keladi. Birinchi, juma kunining hayit kuni ekanligi sahih hadislar, shundaqla sahobiy kiram va mujtahid imomlarning muayyanlashtirishi bilan sabit bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam juma kuni haqida bu Allah musulmonlar uchun hayit qilib bergan kundir. Shunga juma namoziga kelmoqchi bo'lgan kishi yuyunsin, xushbo'yi bo'lsa surksin, tishinglarni misvaqlanglar degan. Bu nuqtadagi asos hadisdir. Ikkinchi, hayit kunlarida ayamlarga muborak bo'lsin, Alloh qabul qilsin degandek so'zlar bilan o'zaro tabriklashish hayitdagi muhim faoliyat bo'lib, buning ijtimoiy roli ko'p. Sahobalarmi bir-birini Alloh bizdanmi, sizlardanmi qabul qilsin deb tabriklashgan. Bu kunlarda yana sila rahim kuchaytiriladi. Kishilar o'zaro adovatlarni yuyib salomlashadi. Hayit kunida chiroyli yasanish va pokizlanish tashabbus qilinadi. Bu va boshqa nurg'un jihatdan juma kunimi ikki hayitga o'xshash. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ikki hayit va juma kunida kiydigan bir to'ni bor edi. Hayit kuni juma kuniga to'g'ri kelgan bir kuni xalifa Osman ibn Affan radhiyallohu anhu hayit namozini o'qib bo'lib so'zlagan xutbasida: "Ey xaloyiq, bu sizlarga ikki hayit jam bo'lgan bir kundir" degan. Hazrati Umar va Ibn Abbas radhiyallohu anhular: "Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim" degan oyat haqida. Bu oyat juma kuni va Arafat kunidan iborat musulmonlarning ikki hayit kunida nozil bo'lgan degan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh mundaq degan: "Ikki hayit namozi bilan juma namozi bir kuniga to'g'ri kelib qolsa, birinchisi hayit namozi sunnatdir. Ikkinchisi xutba namozi farzdir. Ikkisining hech biri tark qilinmaydi. Har ikkisida unliq qiroat qilinadi." Imom Ibn Taymiya juma kunining islom ummati uchun haftalik hayit kuni qilinganligi va u kunda musulmonlar hajga o'xshash jami shaharlarda ulug' juma namoziga jam bo'ladiganligi haqida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam juma kunini bir necha hadisda hayit deb atagan va uningda hayitlik alohidalik bo'lganligi uchun shu kunnilar ayrim ro'za tutishdan cheklagan degan. Imom Ibnul Qayyim juma kuniga xos 33 alohidalikni sanab, 13-si u haftada bir takrorlanib turadigan hayit kunidir degan. Allama Ibn Rajabmi juma kuni hayitlardan bo'lib, ro'za va qurbon hayitlar yillik ikki hayit bo'lganidek, u haftaning hayitidir degan. Yuqorqi bayonlar juma kuni hayit kuni ekanligini isbotlashga yetarli bo'lib, buningda jami olimlar birdek qarashdidir. Juma kuni hayit kuni bo'ladi ekan, yillik ikki hayitga o'xshashla uningda tabriklash va yaxshi tilaklarda bo'lish dinimizda cheklanadigan odat emas. Demak, bu nuqtadagi asos qiyosdir. 3. Umumiy jihatdan musulmonlarning bir-biriga duo qilishi yaxshi ish. Bo'libmi, juma kunida duo ijobat bo'ladigan bir soat bordir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Abul Qasim sallallohu alayhi va sallam juma kunida duo ijobat bo'ladigan shundoq bir soat borki, musulmon bir banda turib namoz o'qib, Alloh taoladan biror narsani so'ragan chaq shu vaqtga to'g'ri kelib qolsa, Alloh uning tilaganini bermay qo'ymaydi deb qo'li bilan ishorat qilib, bosh barmoq uchini o'rta va chimchiloq barmoqlarining birinchi ugisiga qo'ydi. Biz u vaqtni nihoyat qisqa demoqchi deb tushundik. Bu duo tilaklar shu soatga udul kelsa ijobat bo'lib ketadi.
Bu sababdan duo tariqasida juma kunlari xayrlik, barakatlik bo'lg'ay desa, buning cheklanadigan tarafi yo'q. Biror olim uni cheklagan ahvolimi yo'q. Rabbimiz G'ofir surasining 60-oyatida "Mendan tilanglar, ijobat qilaman" degan va yana "Qo'llarim sendan men to'g'riliq so'rasa, aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Mendan tilasa, duo qilg'uchining duosini ijobat qilaman." Baqara surasi 186-oyat deb buyurgan bo'lib, oyatdagi tilash umumliqni bildiradi va juma kunida duo qilishni o'z ichiga oladi. Baqara surasi 83-oyatidagi kishilarga yaxshi so'z qilinglar degan buyruqimi shundoq. Buningdan sirt yana sahih hadislarda juma kunida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud salom yo'llashning fazilati bayon qilingan. Avs ibn Avs radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir haftadagi eng afzal kunlaringlardan biri juma kuni bo'lib, Adam alayhissalom shu kuni yaratilgan. Shu kuni vafot topgan. İnsanlarning qabrdan chiqishi uchun chalinadigan sur shu kuni chalinadi. İnsanlarning hammasini o'ldiradigan surmi shu kuni chalindi. Shunga u kunlari menga ko'p durud o'qinglar. O'qigan durudinglar menga ko'rsatilib turdi dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, durudlarimiz janoblarga qandoq yetib turdi? Janoblari u chaqda chirib ketadigan tursalar" deb so'ragan edi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Alloh ziminiga payg'ambarlarning jasadlarini chiritishni harom qilgan dedi. Durud salomı amaliyotda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobotiga yoki butun mu'minlarga xayr barakat tilashdan iborat. Ba'zilar bu kunda yuz bergan va yuz bergusi Adam alayhissalomning vafoti, sur chalinish bilan barcha insonlarning o'lishi qatorliq cho'ng voqealar juma kunining fazilatini bayon qilish uchun aytilmagan. U voqealarning cho'ng voqealar ekanligini bayon qilish uchun aytilgan degan bo'lsa-mu, yana ba'zilar balki fazilatining kattaligini bayon qilish uchun aytilgan. Chunki Adam alayhissalomning jannatdan chiqishi uning urug' avlodlarining anbiya payg'ambarlarning va solihlarning vujudga chiqishiga sabab bo'lgan. Qiyomatning qoyim bo'lishi payg'ambarlar, siddiqlar va solihlarning tiz mukofotlanishiga va ularning martabasi va sharafini ro'yobga chiqarishiga sababdir degan. Hadisda payg'ambar alayhissalomning bir haftadagi eng afzal kunlaringlardan biri juma kunidir degan iborasimi u voqealiklarning juma kunining fazilatining kattaligini bayon qilish uchun aytilganligini aniq ko'rsatadi. Buni boshqa hadislarmi ta'kidlaydi. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: "Kunlarning eng yaxshisi juma kuni bo'lib, bu kunda Adam alayhissalom yaratilgan, ham bu kunda jannatdan zaminga tushirilgan. Alloh taolo Adam alayhissalomning tavbasini juma kuni qabul qilgan. Adam alayhissalom juma kuni vafot topgan. Qiyomat juma kuni qoyim bo'ladi. Juma kuni ins jindan boshqa barliq jonliqlar qiyomat qoyim bo'lishdan qo'rqib, tong atgandan boshlab kun chiqquncha jimjit quloq solib tinglaydi. Juma kunida bir vaqt bor bo'lib, har qanday musulmon bandaning namoz o'qigan holda Allohdan biror narsa tilab qilgan duosi bu vaqtga udillashib qolsa, Alloh uning tilganini beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana juma kuni kunlarning hojasi va eng ulug'i bo'lib, Alloh taolaning dargohida qurbon hayit va ro'za hayitdan ulug'dir degan. 4. Ba'zilarda ilgirki salaf solihlardan juma kunida barakat tilash va tabriklash odati kelmagan deb turib olishning o'rni yo'q. Chunki ulardan kelmaganligi yo'qlikni yoki joiz emaslikni isbotlamaydi. Salaflar undaq duo qilishni cheklagan bo'lsa edi, andin yo'qlikqa yoki joiz emaslikka isbot bo'lgan bo'ladi. Bo'libmi, o'rib odat qatori ishlarda texmi shundoq. Imom Ibn Taymiya ikki hayitni tabriklash haqida tabriklash buyurilgan sunnat ish bo'lmaganidek cheklangan ishmi emas degan. Cheklanmagandan keyin o'rib odat an'analashib ketgan ishlarda kengri ozoda ish tutishga tamoman bo'ladi. Olimlarimiz tabriklashning o'zini o'rib odat jumlasidan deb qaragan va uningda mubohlik asl qoida ekanligini, toki cheklaydigan biror dalil kelmaguncha muboh holatida qoladiganligini muayyanlashtirgan. Shayx Abdurrahman as-Sa'di Al-Qawaid nomli nazmisi va uning sharhida odatlarimizda mubohlik asldir. Shunga faqat Alloh va uning rasuli harom qilganlar haromdir deydi. Shayx Usaymin Hazrati Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan kimki dinimizda aslan yo'q bo'lgan biror ishni paydo qilsa, u ish rad qilinadi degan hadisni sharhlab mundaq deydi. Oldi bilan bu ibodatmi yoki odatmi ayirish lozim. Masalan, bir kishi cho'ng xiyim xatardan qutulib qolgan birovga
"Maşallah, mübarek bo'lsin" degan bo'lsa, boshqa biri uningga bu bid'at desa to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu urf-odat qatoridagi ish, ibodat qatoridagi ish emas. Shariatimizda buni ta'kidlaydigan dalillar bor. Masalan, uzun bir hadisda kelishicha, Ka'b ibn Malik roziyallohu anhuning tavbasi qabul bo'lganda, sahobalar uni tabriklashga boshlagan. Kishilar qilayotgan tabriklarning ko'pinchisini dalil bo'lmagan taqdirda bid'at da'vat etishga bo'lmaydi. Chunki u odat qatoridan, ibodat emas. Yana imtihondan o'tgan bir kishini ko'rganda muborak bo'lsin degan bo'lsa, buni bid'at desa o'rinsiz. Bir ish ibodatmi yoki odatmi deb arada qolgan bo'lsa, asl e'tibori bilan u odat bo'ladi. Uning ibodat ekanligiga dalil turg'izilmaguncha uni cheklashga bo'lmaydi. 5. Ilgirki olimlarimizning buningga o'xshagan masalalarda tutgan mavqesi ham buning cheklanmaydiganligini ko'rsatdi. Imom Ibnul Qayyim Ka'b ibn Malik roziyallohu anhuning tavbasi qabul bo'lganda, Talha roziyallohu anhuning o'rnidan turib yugurib kelib, qo'l elishib uni tabriklaganligi haqidagi hadis to'g'riliq. Bu hadis diniy jihatdan biror yangi ne'matga erishgan kishini tabriklashning, uningga o'rnidan turishning va qo'l elishib ko'rishishning mustahabligiga dalil bo'lib, mana bu xil tabriklash sunnat va mustahabdir. Biror dunyoviy foydaga erishgan kishini bundoq tabriklash joizdir. Bu kishini Allohning sana ato qilgani barakatli bo'lg'ay deganday so'zlar bilan tabriklasa, ne'matni egasiga mansub qilish va uningga erishgan kishini muboraklash orqali duo qilish jihatdan bu xil tabriklash texmi munosibdir degan. Atoqli hadisshunos Hafiz ibn Hajar Asqaloni Hayit ayam va boshqa munosabatlarda tabriklash nomida biror risola yozgan bo'lib, uningda ba'zi olimlardan mundaq naql keltirgan. Men Shafiiy olimlardan kishilar qilayotgandek Hayit ayam, hijriya yil va oylar beshida tabriklash haqida biror bayon uchratmadim. Lekin Shayx Zakiyuddin Abdul Azim al-Munzirining foydali ilmiy xotirlardan naql qilingan yozmalarda mundaq deyilganligini ko'rdim. Hafiz Shayx Abul Hasan al-Maqdisi oylar va yillar beshida tabriklash bid'atmi emasmi degan savolga bu borada olimlarning qarashlari o'xshash emas. Men qaraymanki, u mubah ish, sunnatmi emas, bid'atmi emas deb javob bergan. Shayx Kamoliddin Damirimi Sharhul Minhajda buni naql qiladi. Yana Al-Bayanu va Tahsilning muallifi Imom Ibn Rushddan yomon ko'rilmaydiganligini naql qilinganligini, Imom Habibningmi bor debmi bilmayman, yomonmi ko'rmayman deganligini tilga oladi. Hafiz Ibn Hajar bu risolasida bu masalada mustahab deyishni tanlaydi. Albatta, bu va buningga o'xshagan juma kuni yoki Ramzon, Qurban hayit va yoki hijriy yangi yil qatorliq ulug' munosabatlarda tabriklashning mubohligi to'g'ridir. Chunki buning bid'at deyilishi uchun belgilangan ibodat qatoriga kirgizilishi kerak edi. Halbuki bu urf-odat kitobi ishlardandir. Ba'zi tadqiqotchilar bu xil tabriklash musulmonlarga xristianlardan singan degan gapni keskin rad qilgan va haqiqatning dal uning aks ekanligini yakunlagan. Ya'ni yuqorqi naqllar bu xil tabriklashlarning musulmonlarda xili burunqi asrlarda bor ekanligini, olimlardan bu vaqtda, ya'ni hijriy yangi yil, yangi oy qatorliqlarda tabriklash hukmida savollar so'rilib turganligini isbotlaydi. Ya'ni hijriya 2-asrdan 5-asr oralig'ida yoki milodiya 8-asrdan 11-asrlarda bu xil tabriklashlarning musulmonlarda borligini ko'rsatadi. Bu davrlarda Yevropa taxi eng madaniyatsiz holatda, o'rta asrning qorong'u yillarida tangirqab yurgan. Islom ummatining siyosiy va iqtisodiy hayvisi dushmanlariga qo'rqinch solgan, fatih zafarlar Turkistondan Andalusgacha kengaygan, ilm ma'rifatda musulmonlar dunyoga ustoz bo'lgan chog'lar edi. Kunimizdagi amaliyotdanmi ko'rayotganimizdek, almasaqdan biri ojizlar kuchliklarni do'rab kelmoqda va do'rmoqda. Buningga asosan yangi yilni tabriklashni xristianlar musulmonlardan olgan odat deyish amaliyotdan ancha yiroq bo'lmasa kerak. Bu hech bo'lmasa bu xil tabriklash musulmonlarga xristianlardan singan degan qarashni xalila ojizlatadi. Bu tarafi taxmi cho'nqur izlanishga muhtoj, albatta. Buni cheklash tarafdori bo'lgan ba'zilar mushunga tayangan edi. 6. Yuqorqi Hafiz ibn Hajar va Imom Suyutiylarning naqllaridan ayon bo'ladiki, ilgirki hadisshunoslar, fuqaholar va shundaqla mujtahid imomlar bu masalada eng muvofiq yo'l tutgandir. Ya'ni buni dinda ko'rsatilgan sunnat yoki bid'at demasdan mubah degan. Chunki bu odat qatori ishdir.
Yaqinqi zaman olimlardan Shayx Abdurrahman as-Sa'diymo shundoq yo'lni tutgan bo'lib, u o'quvchisi Allama Abdullah ibn Aqlga Hijriya 1367-yili Muharram yoki milodiya 1947-yili 11-oyda yozgan maktubini har qaysilarini yangi Hijriya yil munosabati bilan tabriklaymiz. Alloh bizlarga va sizlarga ne'matlarni yangilab ato qilg'ay, bizlardan va sizlardan g'azabini daf qilg'ay deb boshlaydi. Odat qatori sanalg'achqa Hijriya yangi yil yoki Ramazon munosabati bilan tabriklashni boshqa salafiy iqimidagi ko'plagan mo'tavvar olimlarmi bid'at demagan va tabriklaganlar ayblanmaydi degan. Yuqorqi olimlar madamiki Hijriya yangi yil masalasida mushundoq qaraydi. Hayit kunlaridan bo'limish juma kunini tabriklashni joiz deb qarashi muhaqqaqdir. Hatto doktor Salman Avda Cuma mübarek deyish go'zal so'zlardan bo'lib, o'zaro hamxohlik va duoni o'z ichiga oladi. Xuddi biriga Alloh juma kuningizda xayrli qilg'ay yoki Alloh qabul qilg'ay deb duo qilganiga o'xshash degan. Hatto Shayx bin Baz, Shayx Usaymin qatorliqlar Ramazon munosabati bilan tabriklashni bek yaxshi ish degan. Shunga bu masalada bid'at deb turilishning o'rni yo'q. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.